Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun 8-avgust 2025-yil. Chirchiq ofisdamiz va bizga Chirchiq ofisiga Uchquduqdan Dilfuza opa kelganlar. Hozir Dilfuza opa o'zlarini natijalarini hozir gapirib beradilar. Assalomu alaykum, Dilfuza opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Savdo xonim, yaxshimisiz? Rahmat. Mana hozir natijalaringizni shu birgalikda eshitish uchun, ya'ni boshqalarga ham bildirish uchun videorolik qilyapmiz. Albatta o'zlarini roziliklari bilan gapirib bersangiz, qanaqa natijalar bo'ldi, qancha vaqt ichdingiz, qaysi mahsulotlarimizni ichdingiz? Bundan 2 yil oldin jenskiy tomonlama kasalligim bor edi. Menda mioma, kista degan narsalar azob berardi. Keyin 2 yil oldin Toshkentga o'zimizga, Navoiyga, Uchquduqqa davolanib ko'rdim. Keyin Buxoroga borib davolanib ko'rdim. Keyin Toshkentga borib davolanamiz deb Bahodir akaga telefon qildik. Telefon qildikda Bahodir akaning uylariga keldik. Bir yaxshiroq doktor topib bering. Alijonga aytasizmi? O'g'illarim shu nima bilan shug'ullanadi-ku. Ko'p taniysizlar, bir yaxshiroq doktor topib beringlar deb o'zi shu maqsadda kelganmiz. Bahodir akaning uyiga. Keyin shu gap bilan bizga shu mahsulotlarni aytdilar. Shu mahsulotlarni aytdilar-da, keyin bilmasam qanaqa bo'lar ekan, siz ikkilanmasdan olib ichavering-da dedilar-da. Keyin Xo'p dedim, oldim. Unda men Perfecta Lux oldim, Vitality oldim, Garmoniya oldim. Perfecta bilan Vitality ikkitadan edi, bitta Garmoniya bor edi. Bir komplet bundan oldim. Keyin 2 korobkani olib berdim. Shurasi. Ana olib berdim. Vitality Lux ham ishlatdingiz? Keyin bundan ichib yurdim. Kechga men bundan qo'yib yotganman. Bitta shpritsni 2 marta ishlatganman. Ikkiga bo'lib ishlatganman-da. Shu bilan menga 3 oy, 4 oyning ichida mioma kista degan narsalar hammasi yo'qolib bo'lgan. Shu bilan yaxshi bo'lib ketgan. Ichganim bir komplekt bundan ichdim. Qancha vaqtda bo'ldi natija? Qanchada bildingiz? 3 oyda. 3 oyda bildingiz. Necha mahal ichdingiz mahsulotlarni? Mahsulotni bularni 2 mahal ichdim. Kechki yotishdan oldin bu Vitality Luxdan spritsdan ishlatilgan. Bir mahal, bu bir mahal ishlatiladi o'zi, bir mahal ishlatganman. Kechda yotishdan oldin. Bularni 2 mahal ichganman. 0.5 dan boshlaganman. Keyin 3 kun, 4 kunmi, 5 kun, 5-kunni ichgandan keyin menga juda ham qattiq og'riq bo'lgan. Qo'zg'alish bo'ldi. Qo'zg'alish bo'lgan, hech nima yemasdan boshimni ko'tarib tura olmasdim-da. Shunaqa boshim og'raydi. Butun tanam zirqirab og'radi-da. Keyin qo'rqib xo'jayinim telefon qildilar. "Voy Bahodirjon, bu o'lib qoladi hozir." debdi. Keyin o'sha, "Ha, nima bo'lyapti?" dedi. Keyin shunaqa hamma joyi og'rib o'laman deb yotibdi o'zi. "Yo'q, qo'rqmang. Og'riq qoldiruvchi tabletka yoki ukol qilavering. Ichadigan tabletkasi yoki ukoli o'z vazifasini bajaradi. Bu giyohlar o'z vazifasini bajaraveradi. Bittasiga zarari yo'q, ziyoni yo'q" dedilar-da. Keyin shunaqa qilib 10 kun ichida bu nimadan chiqqanman-da, og'riqlarni nimasi ketib, nimasiga toza davolanishiga chiqqanman-da. Shunda birinchi borib o'ziga tushganimda bor degan. Miomani necha haftalik aytmaganmi sizga? Uni haftasi bo'ladi. Kistani razmeri bilmaysiz? Kistam 7,5 ga 9,5 edi. Ikkita kistamidi? Ikkita edi. Ikkita kista bor edi, 5 ta mioma bor edi. Hozir 5 tadan qoldimi, qolmadimi? Qolmagan. Kista ham bitta qolgan. 3-2 bo'lib qolgan. Kichiraygani. Kichirayib qotib qolgan. Boshqa hech narsa bezovta qilmaydi. Hech narsa bezovta qilmaydi. Xudoga beksab shukur, yaxshi. Iloyim yaxshi bo'ling. Og'riq, oldingida yiqilib qolishlarda, og'riq kuchliligidan, o'rnimdan tura olmasdan
dod deb yig'lardimda. Skor Bu mahsulotlarni ichishdan oldin og'riqlar kuchli bo'lardi. Juda ham azob yeganman. Hozir Xudoga shukr hech kim bezovta qilmaydi. Yuribman. Rahmat natijalaringiz uchun. Bundan ham yaxshi natijalar eshitdik. Kistalaringiz butunlay yo'qolib ketganini eshitdik, xudo xolasa keyingi safar. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.